osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola oqqush, oq kaptar, dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar, bolaga kitob bering. Assalomu alaykum, ziyo va ma'rifatga oshno qalb egalari, aziz mehmonlar va mezbonlar, faol yoshlar. Barchangizni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 9-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tashkillangan Yoshlar ziyo maskanining ochilish marosimiga xush kelibsiz deymiz. Tadbirni ochib berish uchun so'z Mingbuloq tuman hokimi Mansurov Ahrorbek Ahmadaliyevichga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar, hurmatli ustozlar, hurmatli nuroniylar. Mana hurmatli prezidentimizning qarorlari bilan tumanimizda mana 61-chi shu kitob kutubxonaga ochilishida yig'ilib turibmiz. Ochig'ini aytish kerak, dunyoni bugun yoshlar boshqarayotgan va yoshlar o'zini fikrini bildirayotgan jamiyatda albatta yangi O'zbekistonda ham bu kitobxonlik eng muhim vosita hisoblanadi. Bu bilan shu yoshlarimizni ongini, tafakkurini, dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun shu ko'rib turgan mana shu kitob kutubxona ham hozir 8 ta kitob olib kelganmiz xolos. Yana buni to'ldirib yoshlar yetakchilarining o'zidan taklif chiqyapti ekan. Shuni bir joyga kitob savdosini ham tashkil qilsak, buni ham qo'llab-quvvatlaymiz albatta. Men kecha o'ylab ko'rib, albatta shu yoshlar yetakchisini o'ziga bersak, bu yerda saqlash xarajatlari, boshqa kitob savdosi bilan ham shug'ullansa, albatta markazda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun hammalaringga mana bugun bitta narsani aytishim kerak. Hozir 746 mingta kitob bo'ldi kutubxonalarimizda. 746 ming. Shuni hammasini chang bosib o'tmasdan yoshlarimizga, mana ustozlarimiz yig'ib turibdi. Yoshlar yetakchilari uni o'qitishimiz kerak. Kutubxonada kitob turgani bilan u o'qilmasa baribir befoyda. Shuning uchun hammalaringga omad tilagan holda sog'lik salomatlik tilayman. Men nuroniylarimiz bilan birgalikda ochib beramiz. Rahmat xonim.